Darsi boshlandi. Ha? Mashinaga yurgizaymi, ketdingmi? Yo'q, toksikoz boshlandi. Achigan ovqat yegim kelyapti. Ha? Chakkangizdan o'q yeng, undan ko'ra Nima? boshqa narsa yesa bo'lmaydimi? Rahmat. Shuncha achigan ovqatni nima qilasiz, qo'shni? Uyda qo'yim bor. Ertaga kelsangiz yana ko'p yig'ib qo'yaman. Doktor, umid bormi? Bahrom bor, Sherzod bor, umid yo'q lekin. Kelinimni so'rayapmiz. Отравление bo'pti achigan ovqatdan. Bir kelinga normal ovqat bersanglar bo'lmaydimi? Tim bo'li homilador ekan. He. Anu gap rost ekanda o'zi, ayol kishi bunday bo'lmasa, Ha? rosa xunuk ko'rinadi. Dadasi! Voy, buncha qo'polsiz? Miltig'ingizda o'q bormi sizga bu yerda? Nima bor? Yana toksikoz. Bu safar nima yegingiz keldi? Po'panay bosgan nonmi yo palag'da bo'lgan tuxummi? Banan yegim kelyapti. Shumi? Xayriyat, bo'lar ekan, hozir olib kelaman. O'g'irlanganini. Mana. Yo'q, yemayman buni. Nimaga? Bu o'g'irlamagan banan. Qattan bilasan o'g'irlanmaganini? O'g'irlangan bananni qiynalib olib kelgan bo'lasiz. Ezilib, titilib yotgan bo'lish kerak. Bo'lar ekan-ku. Assalomu alaykum. Kapitan To'laganov. Sizdan ariza tushgan. Banan o'g'irligida ayblanasiz. Avtomatda o'q chiqdi, hamma ishi. Nima? Dabdalasi chiqdi. Oyi, siz ham meni tuqqan paytingiz toksikoz bo'lganmisiz? Ha, men yomon bo'lganman, kesakka bo'lganman. Mana shu uylar qurilayotganda ikki xonali uyni devorini yeb qo'yganman. Yo'q. Ha, sen talab qilgansan-da? Dadasi, ovqat yegim kelyapti. Oldingda turibdi, yur. Yo'q, oyijonikini tortib olib yegim kelyapti. Yelkangizdan o'q yeyapsiz shu gapingizga.